Yo'q, aka yuring. Bitta kiraylik. Yo'q, yo'q. Ha, voy. Yo'q. Mana qarang, qayerga kirmayaptilar bilasizlarmi? Ketdi. Mana buni qaranglar. Aka nimaga? G'irt shayton bazm. Bir marta kirasan-ku, mana qadam bosasan-ku. Ha, mana shu yerdan, ha. Bo'ldi, chiqa olmaysan keyin. Yo'q. O'lib chiqasan, qarzga botib chiqasan, bilmadim nima bo'lib chiqasan. Bilasanmi, o'zimizda ham ko'plarlik o'zini o'zi osib qo'ygan, astag'firullah, o'zini o'zi har xil baloga duchor qilgan bor-ku. Ha. Mana o'shalar. Ba'zi bir blogerlar har xil betlarda reklama qiladi, sportchilar reklama qiladi. Bilib qo'ysin. O'shalar javobgar, bilib qo'yishsin. O'sha narsalarga javobgar. Hammasi qarilib o'ynayapti. Enchikani ko'rasizlarmi? Videoda bilan hech qaysi biri. Men biratan darmani pul ishlatib yubordilar-da, lekin o'ynaveradilar bor-ku. Ketdiga. Elagan. Astag'firullah, bunaqa joylarga kirmaymiz-ayu. Sizlarga ham maslahat bermaymiz. Mana kemada bor. Kirmaydi. Umuman kirmaydi. Shunaqa gap aka. Har xil детский kran-pran o'yinchoqlarni ham bolalarga o'ynatmaylar. Odam vashi qo'rqib ketyapti-yu. Bitta ma'lumot yetishdi, nima bo'pti aka? Soda ishlab chiqaradigan qanaqadir sistemasi ishdan chiqdi hozir. O'shaning uchun ham men bu illuq ekanda. Hozir muzlasa turamiz. Kecha qaynayotdi. Короче, motor ishdan chiqibdi, tuzatish harakatdamiz dedi. Undan qizig'ini nima ham zo'rini aytaymi? Bir 8-9 soatdan keyin Titanik cho'kib ketgan joyga boramiz. Titanikda o'zi ko'p odamlar o'lib ketgan-ku. Ani suvlikdan o'lgan ekanda, -2 bo'lgan ekan. Tushib olamdan o'tgan. O'shada Tarasa bo'lib qolgan. Biz sovg'at qolmaymiz ham ish qilib. Biz suvga tushmaymiz-ku, xudo xolasa. Mana o'zi Atlantika ekani. Xudo xolasa deb gapiringlar, chunki Titanikdagilar xudo xolasa deyishmagan. Cho'kmaydi deyishgan. Xudo xolasa, assalomu alaykum. Lekin aka, yechinyapti, suv sovidi. Suvda. Yo'qolib Yo'qolib qoldi. Короче, suv ishlamay qolgan, qanaqa cho'minamiz endi? Voy, mana buni qaranglar. Suvni ko'pirishini ko'ryapsizlarmi? Shi bor-a. Qoyil qolsa bo'ladi. Voy. Tushib kelsanglar bormi? Lekin ham video ko'ryapsizlarmi? Короче, restoranga tushib oldim. Bitta o'zim. Tako, pechenniy bilan marojniy yetib qo'yaman. Ashta yeb, o'zimga o'zim mana bu yerda romantik qilib o'tirar ekanman-da. Lekin qaranglar. Hammasi chol kampirlar. Mana bu yerda. Bular sal yoshroq ekan mana bular. Ato hammasi qarilib bor. Restoranda hamma narsa tekin. Faqat bitta spirtli ichimliklar pulli и kola fantalar pulli. Lekin o'zini zo'r soklar bor, ular hammasi tekin. Kruizda massaj bor ekan. Maximum how many? 30 minutes, 60 minutes, 1 hour, 100 minutes. How much massage? For 100 minutes? Yes. It depends which one you want. Depends which one you want. All mix. Mix, From oyoq to deep tissue, Swedish. all yes. Swedish. How much? $300 ekan bitta massaj. So'rang, qiz bola qiladimi, kim qiladi? Lady or boy massage? Either one. Xohlaganingdek. Thank you. $300. You know harom? Aka uchunmaydi, harom nimaligida. Короче, 100 minut massaj qilar ekan. $300 ekan. $300. Yo'q, skidkasi bor ekan. $299 ekan. Keyin massaj qiladi. O'zi qilib qo'ying massaj. Ana massajni. Kechasi chiqib olganmiz. Video olamiz, video sizlar uchun. Lekin men bu pasqar edi. O'g'il. O'g'il qaranglar. Kecha soat 1 mana 1. Hamma uxlayotdi garamizda. Lekin biz video bilan ovoramiz. Hammasini mana shu odam boshladi. Hammasi. Aka, tinchgina uxlab yotibdi, chaqirib olganingizni qarang. Masaligini qara, masalik. Men sandiqlar ichida bor ekan. Bilmadim. Короче, qiziqyapti. Shunaqa shamol bo'lar ekan. Kechasi bor-ku. Qo'rqinchli qaranglar, aka umuman ko'rmayotgani yo'q.
Cho'ti odam qo'rqib qoldi. Mana qutqaruv kemasini mana bu qiz nimadir qilyapti-da. Ichini ochyapti. Tinchlikmagan ish qilib. Ko'rsanmi? Vashshi, cho'ti quturyapti bor ekan. Nima qilyapti endi mana bu? Mana buni ochib ichidan chiqib kelsa, onasini yemsa odam ichi shu bo'ldi-yu. Ani yana kemamda qimirlayapti-da, qutqaruv kemasini ochib tushiryaptimi deb o'ylayman bor. Tinchlik bo'lsa ish qilib ozgina qoldi. 2 kundan keyin yetib olamiz. Lekin bugun kun qanaqadir anaqa bo'g'u, yomg'ir ham yog'di orasida. Quyosh ko'rmadi bugun. Har tugur tushib ketdi. Onasini ham odam qo'rqar ekan bunaqa paytlarda. Va nihoyat biz shu joyga yetib keldik. Dengiz quturishini ko'ryapsizlarmi? Bundan rovna 114 yil oldin Titanic taxminan mana mashina okeanga cho'kib ketgan. Titanic kemasi naq 3800 metrli chuqurligiga cho'kkan, bilasan, ikkiga bo'linib cho'kkan. Xo'p, kemaning ichida общий 2200 odam bo'lgan ekan, lekin ular ichidan bor yo'g'i 700 tasi tirik qolgan ekan. Biz bekorga ayni soat 1 da tashqariga chiqmadik, chunki soat 12:00 da cho'kishni boshlab 2:30 da mutlaqo cho'kib tugagan. Va yana bitta fakt aytaman. Bugun biz kemaga chiqqanimizga 4-kun bo'ldi va Titanic ham 4-kuni cho'kib ketib g'arq bo'lgan. Va yana eng zo'r fakt, biz birinchi o'zbek blogerlarimiz ayni o'sha Titanic cho'kib ketgan hududdan o'tayotgan. Pastni bir ko'rsadik-a. Amerikaga xudo xolasa ozgina qoldi. Kuzatib boringlar. Mashalloh.